Mana u yoq taglarida, quyonni tagida mana polkachalarni mana bu yog'i mana bunday nimasi bu. Bu yoqdan musorlar tushib o'tiradi. Keyin mana shunday. Bu yozgi variant ham bo'lar ekan, yaxshi bo'lar ekan. Yozga ham juda ajoyib. Mana oyoq ostidan shamol o'tib o'tiradi. Bunisini ham shunday oyoqlarning tagi ochiq. Maza qilib yotibdilar issiqqina, toza. Shu uchun havas qilib boshlagan odamlarga, insonlarga men maslahatim shunday boshlab olsangiz, keyin shunday qiziqib, yana nima kengaytirib, tadbirkorligingizni keyin qiziqish yana oshib ketaverar ekan. Bu yoqqa bitta katagimiz qoldi. Unga ham quyonchalarimiz, kechagi qora quyonchalarimiz bor, qorong'ozi. Bu yoqqa bedalarimiz bosib qo'yganmiz. Hozir men sizlarga u yoqdagi quyonlarni ko'rsataman. Mana bu ona quyonimiz joy taxlayapti. Menimcha bola bersa kerak. Buni o'sha xonachalarning bittasiga olamiz shekilli. Mana og'zidan shunday o't toshiydi bu. Bola bermoqchi bo'lsa, mana shunday o'tlarni to'da qilib, bitta joyga to'da qiladi ana. Ko'ryapsizlarmi? Mana og'zida o'ti bor. To'da qiladi shu bitta joyga yana olib keladi ana bu yoqdan. Mana. Joy taxlab yuraydi shunday. Bola berayotgan quyon. Mana endi joylarimiz qit'i kengaygani uchun ikkita boqamiz ko'chaga ham mana bunday katakchalarni ortiqchasini chiqarib oldik. Mana ikkita erkak quyon tashlab qo'yganman. Joyi svobodni bo'ldi mana. Ancha. Mana shunday mayda nimalarni ham, o'tlarni ham shunday nima qilib yeb o'tiradi bular. Mana endi ajratib oldik quyonchalarimiz. Qit'i joyi svobodni bo'ldi mana. Quyonchalar. Mana bu erkak quyonchalarimiz ham kamayib qoldi. Bu yoqqa 5 tagina qoldi. Kamaydi, u yoqqa oldik lishnasini. Mana endi svobodni bo'lib, Xudo xohlasa, hozir o'zini yemlaridan olib keldik. O'sha xaltani ochib o'z beraman. O'z bolam arpa berib qo'yibdi. Mana shunday. Quyonchalarimiz bu yoqqa 5 ta qolgan. Erkak quyonlar. Mana quyonchalarimiz. Bu yoqqa ham oldim. Bu yog'i ham svobodni bo'lib qolgan edi. Mana quyonchalarimiz. Mana